Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi komplekt mebelimiz tayyor bo'ldi. Shkaflarning razmeri enini 2.70, balandligi 2.15 bo'ladi. Turimasi 1.40. Qo'shimcha chesteri bo'ladi. Bular berlar ruchkasiz variantda, toza modada ishlangan. Vakuum qo'llab. Turimalarning suitlari yonadi. Bu oynali eshigining ichida ham yonadi. Vakuum qo'llabda ishlangan. Spalnisi suitlar knopkada o'chib yonadi. Toza dizaynda spalnilar ham. Oyoq uchlari, sofrasi, xohlasangiz buni olib qo'ysangiz bo'ladi, отдельный bo'lak. Bu qo'shimcha bunday tosh oynasi bor. Bular digirjak qo'yilgan, tormozi bor. Keyin arjasidan bor. Общий hamma приоритетmidi. Danasi 10 dona bo'ladi. Narxi 8 million 700 ming so'm.